Sharshanetkalarni oti o'zgaribdi. Ularni otini endi sharsha bulletka deb chaqirishayotgan ekan. Hozir ko'chmas mulklarda katta muammolar bo'lyapti. Qanaqa muammolar bo'lyapti? Mana buni qarang, aka. Mana bu zabor. 3 gektar joy. Suv, svet, gaz 100% bor. Ammo mana trubalari o'tib turibdi. Yana o'zini железный дорожный vetkasi bor. Ohangaronda joylashgan neftovoy bazani shunda qo'shinisi. Kiruvchilar polniy asfalt qilingan. Bemalol katta mashinalar kiraveradi. To'g'ri, turburchi joy. Bemalol mashinada katta gruzovoylarni olib kirib tashlab, ishinglarni qursangiz bo'ladi. Skladskoy помещение ishlab chiqarish. Xo'p, jiloylar, yon atrofda jiloy uylarni vashcha kam ko'ryapman. U nariroqda bitta uylar turibdi. Jiloy uylarni yonida emas. Bemalol ishlab chiqarishinglarni qursangiz bo'ladi. Endi muammolarni aytadigan bo'lsa, muammo shu arzon narsani arzon muammosi bo'ladi. Bilyapsiz, 2 sotuvlik hovlida o'tdi, 1 sotuvlik dokument chiqib ketdi. 6 sotuvlik hovlida o'tdi, 2 sotuvlik dokument chiqib ketdi. O'shanda har doim zalog berayotganingizda kadastrni ko'rib, sotig'iga qarab, tekshirib zalog beringlar, hurmatli obunachilar. Mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar, bizani kuzatib boringlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Endi mana shu joyimizni $650,000 deymiz. Pastdagilarning nomerini yozib qo'yaman, yana bitta life hackli yozib qo'yaman. Yangi chiqayotgan blogerlarga yangi uylar vaysidan chotki life hack bor.